Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Xitoy rahbari Si Zinpin Xitoy va AQSh bir-birining muvaffaqiyatiga hissa qo'shishi mumkinligini aytdi. Xitoy millatining buyuk yuksalishiga erishish va Amerikani yana buyuk qilish maqsadlari bir-biriga hamohang ravishda amalga oshishi mumkin. Biz bir-birimizga muvaffaqiyat qozonishda yordam bera olamiz, dedi Xitoy xalq raisi. Xitoy rahbari Si Zinpinning Tramp bilan uchrashuvidan keyingi bayonotlari. Xitoy rahbari Xitoy va AQSh ikki tomonlama aloqalar uchun yangi pozitsiya sifatida muhim barqaror munosabatlarni qurishni ta'kidladi. Ushbu yangi pozitsiya keyingi 3 yil va undan keyingi yillarda Xitoy-AQSh munosabatlari uchun muhim yo'nalish beradi. Xitoy rahbari ikkala tomon ham savdo, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va turizm sohalarida hamkorlikni kengaytirishni ta'kidladi. Xitoy AQSh bilan o'zaro manfaatlarni hamkorlikda mustahkamlashni ma'qullaydi va Amerika kompaniyalari Xitoyda kengroq istiqbollarga ega bo'lishga ishonadi. U AQShni Tayvan masalasiga maksimal ehtiyotkorlik bilan yondashishga chaqirdi. Si Tayvan mustaqilligi va Tayvan bo'g'ozidagi tinchlik bir-biriga mos kelmasligini ta'kidladi. Agar bazalardan foydalana olmasak, NATOning nima keragi bor, dedi Mark Rubio. Men NATOni qo'llab-quvvatlaganman, chunki bu bizga Yevropada zarurat tug'ilganda, masalan, Yaqin Sharqdagi vaziyatda foydalanishimiz uchun mumkin bo'lgan bazalarga ega bo'lish imkonini bergan. Agar NATOdagi hamkorlarimiz bu bazalardan foydalanishga ruxsat bermasa, unda alyansning ma'nosi nimada, degan AQSh davlat kotibi. Siz buyuk yetakchisiz. Men buni barchaga aytaman. Ba'zan odamlar men bunday deyishimni yoqtirmaydi. Lekin men baribir bu gapni aytaveraman. Chunki bu haqiqat. Men faqat haqiqatni gapiraman, dedi AQSh rahbari. Armaniston Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmaydi. Nikol Pashinyan, shuningdek, Yevroittifoqda sanksiyalarni aylanib o'tish uchun Moskvaga yordam berayotganimiz to'g'risida shubhalar bor edi. Biz ushbu qo'rquv asossizligini ko'rsatish uchun tegishli mutaxassislarni taklif etdik. Ular yozma ravishda buni tasdiqlashdi, deb bayonot berdi Armaniston bosh vaziri. Rossiyaning Ukrainaga bergan zarbalari oqibatida halok bo'lganlar soni 7 kishiga yetdi. Qurbonlar haqidagi aniqlashtirilgan ma'lumotlarni Ukraina davlat favqulodda vaziyatlar xizmati vakiliga tayanib, Ukrainskaya Pravda nashri ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, yana kamida 20 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Shuningdek, 44 kishi jarohatlangan. Ulardan 21 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Isroil Quds Eron yo'nalishida yangi harbiy amaliyotlar o'tkazilishi mumkinligini aytmoqda. Bizning missiyamiz hali yakuniga yetgani yo'q. Biz qayta harakat qilishimiz talab etilishi mumkin bo'lgan ehtimollarga tayyormiz. Ehtimol, hatto yaqin orada. Agar maqsadlarimiz xavfsizligi ta'minlanmasa, biz yana harakatga o'tamiz, dedi Isroil mudofaa vaziri. Tramp AQShning Xitoy bilan munosabatlari avvalgidan ham kuchliroq bo'lishini aytdi. Tramp Eron bilan urushdan chiqish yo'lini izlab sarson bo'lmoqda. Atlantik nashri mojaroni to'xtatish bo'yicha bosim kuchayib borayotgan bir paytda Tramp Eron bilan urushdan chiqish yo'lini izlamoqda. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, bu urushning boshdanoq yakunlash rejasi bo'lmagan. Yuqori martabali amerikalik amaldorning so'zlariga ko'ra, Tramp shaxsiy suhbatlarida xarajatlar ortib borayotgani va mojaroning kengayib ketish ehtimolidan hafsalasi pir bo'layotganini bildirgan. Biroq bu bosqichdagi har qanday chekinish Amerikaning zaifligi sifatida qabul qilinadi. Yevropa ittifoqi hozirda Ukraina tomonida turib, Rossiya bilan urushda ishtirok etmoqda.
dedi Dmitriy Peskov. AQSh va Xitoy rahbarlari Yaqin Sharqdagi vaziyat, Ukraina inqirozi va Koreya yarim orolidagi vaziyat kabi asosiy xalqaro va mintaqaviy masala yuzasidan fikr almashdilar. Putin yaqin vaqt ichida Xitoyga boradi, dedi Dmitriy Peskov. Tashrif sanasini yaqin vaqt ichida e'lon qilamiz. Hozirda unga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Aytish mumkinki, so'nggi bosqich ham yakunlandi. Tashrif juda yaqin vaqt ichida bo'lib o'tadi, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi. Tramp AQSh va Xitoy uchun qadah ko'tarmoqchiligini aytdi. Men qadah ko'tarib, Amerika va Xitoy xalqlari o'rtasidagi boy hamda mustahkam aloqalar sharafiga qadah so'z aytmoqchiman. Bu juda o'ziga xos munosabatdir, dedi AQSh rahbari.